Bu kadr общий plan deb ataladi. Bu kadrni men ataydan kinoshni qilib joylaganman. Ya'ni bu kadrni ko'rish vaqtida siz o'zingizni xona tashqarisidan biron bir jismni yoki insonni kuzatayotgandek his qilishligingiz uchun ataydan joylashtirilgan kadr hisoblanadi. Bu esa средний plan hisoblanadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi kadrimizda oxirida men stoldan turib chiqib ketgan edim kadrimizdan va bu средний plan ikkinchi kadrimizda esa men kadrga kirib kelyapman. Montaj vaqtida bu kadrlar bir-biriga mos tushishligi uchun o'ylab topilgan ssenariy kadrlar hisoblanadi. Bu esa krupniy plan deb ataladi. Bu plan orqali siz, ya'ni insonlarga o'zingizni ko'zingizdagi his-hayajon, xursandchilik, xafa his-tuyg'ularni yetkazish uchun foydalansangiz bo'ladi. Mana bu bilan esa men videoni ssenariysini chopganim kabi siz ham ssenariylarni chopish uchun foydalansangiz bo'ladi. Bizda esa yana общий plan kadri. Yelkamni orqa tarafi bilan turib gapirayotganim sizga hurmatsizligimdan emas, balki ekranda chiqib turgan tekstlarni sizga o'qitishlik uchun o'ylab topilgan hiylalardan biri hisoblanadi. Ha, yana bu kadrlar orqali yolg'izlik, ichki ovoz, kimnidir kutish his-tuyg'ularini tomoshabinlarga namoyon qilishingiz mumkin. Shu kabi qiziqarli va noodatiy bo'lgan videoroliklarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.